Cabo Verde'ga qarab turib shunchalik bo'la olmadinglarmi deb aytadigan gapim bo'ladi. Cabo Verde bizga nimani mesaj beradi bilasizmi? Ha. Biz ham chiqa olishimiz mumkinligini. Sizlar Cabo Verde butun u dunyoga ko'rsatdi, orzu qilishda davom etish kerakligini. Butun dunyoga ko'rsatdi futbolda mo'jiza borligini va hali ham futbol teatrga o'xshashroq narsa ekanligini isbotladi. Men o'zimizni terma jamoani holatiga qarab, Cabo Verde'ga qarab turib, Cabo Verde'chalik bo'la olmadikmi degan fikr qo'yish uchun ham Cabo Verde'ga omad keldi deb ayta qolaman. Lekin jahon chempionatida biz hali o'yindamiz-ku. Hali o'yindamiz, hali chiqib qolishimiz mumkin emasdan tashqari ham bitta o'yinimiz bor. Lekin o'sha o'yin o'tgandan keyin efir qiladigan bo'lsak, xudo xohlasa. Lekin savalash bor, lekin Cabo Verde'ga qarab turib shunchalik bo'la olmadinglarmi deb aytadigan gapim bo'ladi. Lekin hozir aytmayman. Kecha yozdingiz, nihoyat Kannavaroda ham o'sish bor. O'sish bor. Zavq oldik, zavq olgani kelyapmiz demadi. Yutishimiz kerak deyapti. Ha, men o'sha Cabo Verde'ga qarasam, Cabo Verde'chi butun o'zbek futboli uchun qo'shnini bolasi bo'lib qoldi. Hech kim qo'shni bolasini o'tib keta olmaydi-ku. Doim qo'shni bolasi eng zo'r bo'ladi. Mana qo'shni bolasi bo'lib qoldi bizga.